Assalomu alaykum, hurmatli cheksiz qadri baland qadrdonlarim. Charchab qolmayapsizlarmi? Quyosh ham o'zi ham yuzga urib turibdi. Xo'sh, qalay bo'pti endi ishlaringlar? Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga, pashti bir haftaga yaqin rolik olmadim. Nixuya söyle. Yo, ish yo'q. Tova qildim, ichim turib ham bo'lmaydigan. Yo, voy, bu yoqdan ketmasam xullas rolikka boshlamaydiganga o'xshayapman. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Bu degani Улучшение качества обслуживания поставьте нам оценку. Bu degani hali ham kelesdan chiqib keta olmadim degani. O'shanga endi sekin qo'zg'alib shahar tarafga qarab yuraveramiz. Xo'sh, aytgancha, bugungi qiladigan ishimiz nimadan iborat bo'ladi? Mana bu kommentariyada bitta akamiz faqat Comfort Plus bilan elektrada ishlab ko'ring debdilar. Bugun Comfort Plus elektra 16 soat. Kelishdimi? Bo'ldi, charchadingiz, uxlang degunicha bosa-bos qilamiz. Ketdi bo'lmasa, zajiga. Xo'sh, pochinni ham olib kelib tashladik. Shu yerda o'ziga ekan. 7 minut yo'l yurdi. Bog'chaga tashlab, keyin ishxonaga tashlab ketdim. 10 ming so'm pul chiqdi. 3 kilometrga. Bilmayman nimaga unaqa bo'ldi. Xullas, pochindan настроение sal yomonlashdi. Xudo xolisi bu yoqqa yaxshi bo'lar-a. Ketdik. Hozir sizlar bilan birga bitta zo'r narsa qilmoqchiman. Ko'rayotgan bo'lsanglar plus 20. Parkent. Albatta olamiz. To'r bo'lsa ham olamiz. Zashigayim, ketdik. Nega bo'ldi? Unisini endi sal xalliroq qila qolamiz. Salomat bo'linglar. Ketdik. Xo'sh, mana kelesdan ukaxonimizdan olib kelib tashadi. Lekin qoyil qoldim, baraka topsinlar. Birovning mehnatini tushunadigan insonlar bo'ladi-yu, shunaqadan ekanlar. Mana yurganimizda 1 soat 2 minut bo'ldi. 77 ming so'm. 100 ming so'm berdilar. Qolganini chivi. Baraka topsinlar. Nima shunaqa qilib kun nastroy ko'tarilsa, u yog'i cho'tga o'tadi, to'g'rimi? Zajiga. Biz ishni davom ettiramiz. Ketdik. Tekis 5 qo'yiladi. Va ketidan keyingi zakazimizni poylab turgan ekanmiz. 9 kilometr. Ketdik klient oldiga. Zashigay. Ana keyingi klientimizni ham olib kelib tashladik. Hop, 18 minutda 36 ming so'm. 9 kilometrga. Zakazni yopamiz. Без наличный. Заказ будет оплачен. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества. Elektrani o'zini yoqib qo'ydim. Zakaz bermadim. Comfort Plus ham yoqamiz endi. Hozir juda ham bir yaxshi joyda turibman, qimmatgina. Bu yoqda yana bitta narsa bor, tekshirsanglar bo'ladi har doim. Bu taksi chaqiradigan. Comfort Plus 18,5 ming, Comfort 18 ming. 500 so'm raznica. Elektra 19,5 ming, biznes 26 ming. Normal. Kutamiz endi keyingi zakazni. Zashigayim. Xo'sh, mana olib kelib tashladik. 39,5 ming bo'ldi.
karta bilan to'lanar ekan. Keyingi zakazimizni poylab turibdi bizani. Aytayapman, shu bitta narsasiga qoyil qolaman. Mana shu sevimli taksida ketma-ket zakaz, ketma-ket. Bir tochka belgilangan bo'lsa hisob. Klientni olib borib tashlagunizcha ustiga zakaz berib turadi. Startmi, komfortmi, biznes endi bilmayman-ku. Komfort plus ham xuddi shunaqa. Sevimli taksida ishlanglar, zakaz mana buncha. Odamlari bir-biridan zo'r ko'ryapsizlar. Shtirni va shunaqasiga chivi yotishadi. Zajigayim, ketdik, davom etamiz. Aytgancha hozir sentrga ketamiz. Klient bir tochkani belgilagan fidokorga ketamiz. Zajigayim. Ana niyat qilganimizdek sentrga kelib oldik. Xo'sh, karta bilan to'landi bunisi ham. 41,5 ming so'm. Narmani. Aytayapman, даже shunaqa qiyin joylarda ham sentrda zakaz bo'lmasa ham sevimli taksi zakaz tortib ketadi-da. Tortib olib beradi. 400 metrdan zakaz oldik. Xo'p, boradigan joyligi Nasionalniy bank, qat'iy bu. Bu qayer bu? Yahyo Gulamova. 1 kilometrga ekan, lekin baribir bu ham zakaz hisob. Ketdik. Xo'sh, klientni olib keldik. 11 ming so'm chiqdi, 1,5 kilometr. Normal. Xo'sh, zakaz ko'p kuttirmadi. Ketidan sirazu yana bitta zakaz. Bir tochka belgilanmagan faqat. Sadiq Azimov 15 tanaga. Ketdi. Plus 7 ming. Yomon emas. Plus 7 ming bilan zakazni berdi. Yunusobodga borar ekanmiz. Xo'sh, akamizni ham olib kelib tashladik. 32 minglik bo'ldi. Karta bilan to'landi ham. Shu Beruniydan plus 7 ming bilan olgan zakazimizni Intercontinental gostinitsasiga olib keldik. Xo'p, endi hozir Glavpochtamdan Rossiya gostinitsasi tarafga qarab ketayotganda, Shotarustavelli ko'chasi bo'ylab chap ketsa birga qaylishi yopib qo'yibdi, bilsanglar. Strelka qo'yib qo'ygan, faqat to'g'riga deb. 6-raddomni yonida razvorot qilib orqaga qaytib keyin qaylish mumkin. Yana qaylib o'tirmaylar o'tda. Chunki gayi turibdi hozir. Endi bu yog'iga ko'p tursa kerak, dan xodimlari. Peshixodda o'tkazamiz. Mana ham hozir o'sha tarafdan zakaz tushdi. Mana. Va men ham 6-raddomga borib razvorot qilib qaytib kelyapman. Shunaqa gap. Ehtiyot bo'linglar. Xo'sh, olib kelib tashladim. Kartadan ekan. 17,5 ming so'm chiqdi. 17,5 mingga ikkita kolyaska, bitta kolyaska sideniyaga. Lekin yaxshi. O'zlari ham haydovchi ekanlar, okani bilarkanlar, tushunarkanlar. Rosa xijolat bo'laman debdilar, lekin to'g'ri bir tomondan bari nimadir qilib olib borish kerak-ku. Uyga tashlab ketmanglar endi. Lekin shu payt men tushib qoldim-da. Mayli. Xo'sh, zakazni yopamiz. 17,5 ming. Спасибо за Ketidan yana riski keyingi zakaz. оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку. Nimagadir shu 2 kilometr qilib yuribman-da. Mayli. Barakasini bersin, to'g'rimi bolalar? Zajgan.
Hozir men bu aeroportdan olgan zakazimni qaramanman ham, ustiga bosyapman. Chirchiqqa ekan 38 kilometr. Oho. Chirchiqqa borar ekanmiz. Men ketdim. Barakasini bersin. A few moments later. Xo'sh, aka-ukalar. Shu bilan mana Chirchiqqa ham yetib keldik. Xo'p, zaryadkamizda 25% qolgan, 100 kilometrga yetadi deyapti. Xo'p, Chirchiqqa kelganimizda 1 soatda keldik. 126.500 so'm, 150.000 so'm berishdi. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Menimcha oxirgi klient oldiga kelyapman shekil. Keleski ekan. Aniqrog'i Keleski emas. Bu zakaz Sheribom tarafdan Keleski tushirish yo'lida. Ko'chada o'tirishibdi ikkita bolalar. Yo'q bo'ldi. Voy, u yoqdan nimaga ushiysiz? Assalomu alaykum. Siz qattiq siqmadimi? Barmoqlar yaxshimi? Yaxshi. Bo'pti. Zo'rg'a chidab keldim. Qo'lim deydi. Voy, bilaman. Ujus. Xo'sh, aka-ukalar, shu bilan bo'ldi. Bugungi kunimizni ham tugatdik. Kelinglar endi. Ko'rib o'tsin. Zaryadga 14% qoldi. Zaryadkaga qo'ydim. Hammasini mana bu yerga yozib o'taman. Qancha yurdim, nima bo'ldi, nima gap, nima so'z. Hozircha shundoq ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, yangi kunga o'tdim, уже 12 dan 20 minut o'tdi. Xo'p. Ishlagan pulim 812 ming bo'pti. 365 ming kartadan, 592 ming наличный. Komissiya 135 ming Yandex oldi. Partnyor 14,5 ming. 4800 so'm chivi ham qoldirishdi, qoyillar ekan. Bajargan zakazlarimning soni esa 29 ta. Yomon emas. Demak, 7 da chiqib ketgan bo'lsam, aytgancha mana. Shuni o'chirib qo'ya qolay. Через 5 minut доступ к заказам будет ограничен. 6:11 gacha dostуп yopilar ekan. Dostуп cho'zilib ketmasligi uchun, dostupi yopiqligi cho'zilmasligi uchun выход da qilamiz, chiqib ketamiz. Bo'ldi. Xo'sh, yana bitta gap, обязательно bitta like, obuna и kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mendan ko'p ishlaganinglarda nech pul ishlagansizlar? Men 16 soatda shuni ishladim. Hech qanaqa tog'ga, uzoq yo'lga yurmasdan eng uzog'i Chirchiq bo'ldi. Atak shu yerda o'zi. Zajigayim, yo'linglar bexatar bo'lsa, keyingi rolikda ko'rishguncha salomat bo'linglar. My Maserati and Ferrari like to chill with my Mercedes. See my Bentley.